hali hech ham past kelmaydigan mollar bo'la bilasizlar. Bitta kombi mashinasi bo'ladi. Turib olib bitta Malibu o'tib bo'lsa, oshna deydi, mashindan bossam yutib bermana deydi. Sen jinnimisan dedim, o'zini o'zi istamadigan pasosli mashinani nima qilmoqchisan dedim, bu drambaleting o'ta olmaydi, ona Malibuchi dedim. Rushnoyni tortib o'tib ketib qoladi seni kombingdan dedim. Desam, menikini zato kraska so'zaydi deydi. Kraska so'zi yuzib almashganda, dog'dir dedim. Kraskani nima aloqasi bor tez yurishiga desam. Bunday oynani oldida turib oladim, mushaklarini ko'rsatib. 2 oy tirnab cheksam, Konorni uradigan formamga qaytib olaman ekan deydi. Sen mashinada ham urib keta olmaysan Konor dedim. Sen u Konor Muay Thai, haligina taekwondo degan sport turlari bilan shug'ullangan. Sen ular nomini bilasan, xolos dog'dir dedim. Badminton bilan ham shug'ullanmagansan dedim. Bir kun chesga tegib qo'ydi. Turib aslida men ham yaxshi odam o'tadi. To'g'ri, yaxshi odam farzandsan desam, o'zing uchun bilib ol, sen ayindan ham yaxshi deydi. Sen dedim, botulizm bo'lib o'lib qolganing yaxshi dedim. Menga aytding, boshqasiga aytmagin dedim. Nima qilay, dadamga borib, yaxshi aya bor ekan, olib kelaylik deyishim kutyapsan dedim.